Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz, bizni Mega Avto 7070 kanalimiz obunachilari, hammalarga Andijondan salom. Mana bugun shanba. Bugun birinchi kun. Mana yangi kunda mana yangi bozorlarimiz. Juma kuni endi bozor yo'q bo'ldi. Xullas shanba, yakshanba haftada 2 kun mashina bozor bo'ldi. Endi mana bemalol davlat ishida ishlaydiganlar ham xotirjam dam kunlari chiqib bir aylanib mashinalarni ko'rsa bo'ladi. Xo'p. Shanba kunda mana ishimizni boshladik. Hozir mana e'tiboringlar markazida Captiva 4. Captiva 4 da xullas uchli motorda bu 3+ deyiladi. Bu polni 4 bo'lib zavodskiy chiqqan, faqat motori uchli bo'ladi. Polni привид bo'ladi, oldi orqasi tortadi. Mashinaning holati zo'r. Toshkent nomer o'zimizning nomimizdagi mashinaning motor, korobka, hadovoylariga gap bo'lishi mumkin emas. Diskalariga ham bitta baho berib bersizlar. Diskani ham o'g'il bolasi. O'ziga yarashib yopishib qolgan mana. Mana. Mashinaning holati zo'r. Mana salon holatlari. Mana o'sha zavodskiy Captiva 4 mana o'zini roli, o'zini monitorlari. 7 o'rinli mana lyuklari. Ko'ringlar mana uchli motor. Faralari ham qanday zavodskiy 4. Mana shu chiziqni pastida kraskasi bor. Bunaqa urilib, avariya bo'lib bo'lgan mashina emas. Buni bemalol minib, ko'rib, haydab, notariusda pul sanalaveradi. Marhamat, ko'ringlar. Bu Captiva 4'imizni yili 2016. Xullas hech qanaqa kamchiligi yo'q. Mashina benzinda harakatlanadi. Mana ko'ringlar. Mashinamiz sotuvda. Tezda aloqaga chiqamiz. Bu mashinamizni 11 ming dollar deb baholadik. Buni Devo mashinalarga barter qilamiz. Xo'p. 5-6 ming puli borlar bo'lsa bankdan qo'yib bersak bo'laveradi. O'zbekistonning hamma viloyatiga dastavka qilib yetkazsak bo'ladi. Ko'ringlar, mashinamiz sotuvda. Xullas sotamiz mashinani. Bu mashinamiz mana Jetower X90. Minaman deganlarga mana 2023-yil 70 ming 75 ming probegda mana kraskalari toza Jetower X70+. 7 o'rinli mashina minaman deganlar. Marhamat, aloqaga chiqinglar. Bu mashinamiz ham sotuvda. Puli 22 ming dollar. Mana Oqtoydan minaman deganlarga oppoq. Mana bunimiz ham sotuvda. Bunimizni pachkaga berib yuboramiz. 2013-yil Captiva 4, ya'ni 3-4 bo'lgan variant. Tayyor upakovkada. Ko'ringlar. Mana 20li yangi diska balonlar qadalgan. Buni orqasida 430 tali metan gazi bor. Bu ham uchli motor, polni привид. Mana. Ko'ringlar. Bo'dincha oldi kapotini ochib qo'ying-da. Motor holatlarini ham ko'rsatib. Uchli motor, polni привид. Aloqaga chiqinglar. Captiva 4 oqi. Mana qo'limizda
bahaybat mahluq ham kelib qolgan. Tahoe 2020-yil premyer pozitsiyasi 007. Bu ham sotuvdi. Kraskalar top toza 92 ming probeg. 603 motor. Polni krugovoy tonirovkaga ham ruxsatnomalari bor. Chevrolet Tahoe. Amerikanskiy. Orqalarda kapitanskiy sidinalar, mana o'zini monitori. Tahoe minaman deganlarga marhamat. Bu bahaybat mag'lubimizni narxini mishq qilib qo'ydik. Buni xo'p 32.500 dollarga berib yuboramiz. Buni ham Devo moshtalarga barter, O'zbekistonning hamma viloyatiga dastavka qilib yetkazsak ham bo'ladi. 10-15 ming puli bolalarga bank ham qilib bersak bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanali kuzatuvchilari bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilik zo'rlari hali oldinda. Hammaga omad. Rahmat e'tibor uchun. Ko'rganda ko'rishguncha salomat bo'linglar.